Nega Z avlod ahmoqlashib borayotgandek ko'rinmoqda? Kognitiv neyrobiolog AQSh senatida quyidagi gaplarni aytadi. Hozirgi bolalarda o'z ota-onalarini ularni yoshiga qaraganda kognitiv ko'rsatkichlari pastroq. Our kids are less cognitively capable than we were at their age. Bu degani, yangi avlod oldinga qaraganda butun tarixda birinchi marotaba pastroq aqliy ko'rsatkichlarga ega degani. Bu gapni shunchaki YouTube'da izoh yozib o'tiradigan kommentator emas, balki insonlarning miyasi va o'rganish tizimi bilan shug'ullanadigan olim aytgan va eng muhimi, u o'z fikrini 80 ta davlatdan yig'ilgan statistik ma'lumotlar bilan isbotlashga harakat qiladi. Xo'sh, nima bo'ldi? Nega avloddan avlodga odamlar aqlliroq bo'lib borgan, lekin aynan hozir IQ darajasi yildan yilga tushib bormoqda? Nega hozir odamlar TikTok algoritmlarini 3 soniyada tushunishadi-yu, lekin bir kitobni diqqat bilan 10 daqiqa o'qiy olishmaydi? Va eng muhim savol, biz haqiqatdan ham ahmoqlashib boryapmizmi yoki shunchaki miyamizni boshqacha ishlatishni boshladikmi? Bugun shu haqida gaplashamiz. 1900-yillardan boshlab olimlar insonlarning IQ darajasini o'lchab borishgan va yildan yilga bitta trend kuzatilgan. Har yangi avlod oldingi avlodga qaraganda yuqoriroq IQ ko'rsatkichini ko'rsatgan. Bu hodisa keyinchalik Flynn effekti deb nom oladi. Misol uchun, hozirgi avlodni biz 1900-yildagi insonlar uchun ishlab chiqilgan test bilan tekshiradigan bo'lsak, tabiiyki IQ darajasi balandroq chiqadi. Lekin 1900-yildagi odamlarni hozirgi zamon testi bilan tekshiradigan bo'lsak, ularning IQ darajasi juda ham past ko'rsatkichga ega bo'lardi. Bu nima degani? Oldingi avlod ahmoqroq bo'lganmi yoki biz daholashib ketdikmi? Albatta yo'q. Gap biologiyada emas, gap shunchaki muhitda. Masalan, tasavvur qiling, Marsdan kelgan bir olim yer yuziga uchib kelib, odamlarning statistikasini o'rganmoqda va uni qiziqtirgan savol bu askarlarning o'q otish statistikasi. 1865-yilda bir askar bir daqiqada faqatgina bitta aniq o'q uzgan. 1918-yilda esa bir daqiqada yuzlab aniq o'q otilgan bo'lishi mumkin. Bu degani insonlarning ko'zi birdaniga yaxshi ko'radigan bo'lib ketdi deganimi? Albatta yo'q, shunchaki yangi texnologiyalar ishlab chiqilgan va yaxshiroq qurollar ishlab chiqilgan. IQ bilan ham xuddi shunday bo'lgan. Zamonaviy dunyo odamlarni abstrakt fikrlashga majburlaydi. Agar oldingi birinchi odamlarning asosiy muhtojligi shunchaki yashab ketish bo'lgan bo'lsa, ular yashab ketishimga yordam beradimi yoki xavfsizmi degan savolni o'zlariga berishgan. Hozirgi odamlarning muammosi esa bir masalaga qarasak, bu menga foyda beradimi, kelajagim uchun qiymati qanday yoki umuman olganda bu ma'lumot menga kerakmi kabi abstrakt savollarni o'zimizga berishga majburmiz. Bankirlarni misol tariqasida oladigan bo'lsak, 1900-yildagi bankirni muammosi bittagina edi. Mijoz qarzni qaytararmikan? Lekin hozirgi bankirlarning vazifasi 100 xil. Ular risklarni hisoblashadi. Kelajak uchun to'g'ri statistik bashorat qila olishlari kerak. Turli xil abstrakt moliyaviy rejalar tuza olishlari kerak. Dunyo murakkablashdi va bu bilan birgalikda insonlarning aqliy ko'rsatkichlari o'sishni davom ettirdi. Lekin bir nuqtada bu to'xtadi va aksincha natijalar pastga tushishni boshladi. 2018-yilda Norvegiyada katta tadqiqot o'tkaziladi. 700 mingdan oshiq insonlarning IQ ko'rsatkichlari tahlil qilinadi va qizig'i 1975-yildan boshlab tug'ilganlarda IQ ko'rsatkichi pasayishi kuzatiladi. Eng qiziq joyi, bir oilada tug'ilgan aka-ukalarda ham IQ darajasida farq seziladi. Kattaroq yoshdagi bolalarning IQ ko'rsatkichi yuqoriroq, yoshroqlarda esa pasaygan bo'lib chiqadi. Xo'sh, bir xil genetika, bir xil uy, bir xil ovqat. Demak, muammo genetikada emas, balki muhitda. Keyinchalik xuddi shu trend Finlandiya, Daniya, Fransiya, Avstraliya, Buyuk Britaniya kabi davlatlarda ham topildi. 2023-yilda esa AQShdagi Northwestern University ham shunga o'xshagan natijalarni e'lon qildi. Ayniqsa, verbal reasoning, logical thinking va numerical skills pasayishi kuzatilgan. Eng katta pasayish esa 18 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan oraliqdagi yoshlarda kuzatilgan, ya'ni Z avlodda. Ammo ehtiyotkor bo'ling. Bu video yoshlar ahmoqlashmoqda degan video emas. Keyingi qism yanada qiziqroq bo'ladi. Bir texnologiya kompaniya rahbari shunday degandi: Z avlod har qanday ilovani 5 soniyada tushunadi, lekin printer buzilib qolsa qotib qoladi. Bu juda qiziq kuzatuv, chunki hozirgi yoshlar texnologiyadan foydalanishadi, lekin u qanday ishlashini umuman bilishmaydi. Oldingi avlodlarda kompyuter buzilib qolsa, ular birinchi kompyuterni ochardi, driverni tekshirishardi
ko'rishardi, kabel almashtirib ko'rishardi. Hozirgi yoshlar esa servis chaqiring deb qo'ya qolishadi. Bu holatga hatto nom berilgan Black Box Syndrome. Ya'ni biz texnologiyalarni ishlatishni bilamiz, lekin ularni ortida qanday jarayonlar borligini, texnologiya qanday ishlashini umuman bilmaymiz. Va bu faqat texnologiya yoki uskunalar haqida emas, balki fikrlash haqida. Oldinlari sayt yasash uchun HTML o'rganilardi. Hozir esa biz shunchaki sun'iy intellekt uchun to'g'ri prompt yodlaymiz va sun'iy intellektga sayt yaratib ber degan qidiruv qilamiz. Va ko'p holatlarda bu qanday ishlayotganini tushunmaymiz ham. Demak, muammo texnologiyada emas, balki bizni texnologiya bilan qurayotgan munosabatlarimizda. 2023-yilda Nature jurnali qiziqarli tadqiqot o'tkazishadi va tadqiqot natijasi shuni ko'rsatdiki, oddiygina telefoningizni yoningizda turishi ham sizni diqqatingizni pasaytiradi. Hattoki уведомление, ya'ni xabar kelishini o'chirib qo'ygan bo'lsangiz ham. Chunki miyangiz hozir nimadir bo'lsa-chi degan tayyor holatda turadi. Xuddiki RAMning bir qismi band turgandek. Shu sababdan zamonaviy odamlar deep focus, ya'ni juda ham qattiq diqqatni qaratish bilan qiynalishadi. Va bu faqat diqqat bilan bog'liq muammo emas. Bu reading comprehension, ya'ni o'qib tushunishga ham ta'sirini ko'rsatadi. Ya'ni siz kitob o'qiganingizda u nima haqida ekanligini tushunishga qiynalasiz. AQShda o'tkaziladigan SAT imtihonini oladigan bo'lsak, oldinlari ko'proq katta matnlar va tahliliy savollar berilgan. Hozir esa borgan sari matnlarning hajmi kichraymoqda, savollar qisqa va bitta savoldan keyin keyingisi ulanib ketadigan bo'ldi. Chunki oldin odamlar deep reading, ya'ni chuqur o'qib tushuna olgan bo'lsa, hozir shunchaki skimming, ya'ni tezgina ko'z yugurtirishga o'tib ketishgan. Bu esa tabiiyki katta farq. Mana endi muhim joyga keldik. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, hamma ko'rsatkichlar ham pasaymagan, aksincha ba'zilari o'sgan. Misol uchun 3D spatial reasoning. Miya boshqa mushaklarni kuchaytirgan. Qiziq analogiya. Oldingi odamlarning miyasi CPU kabi ishlagan bo'lsa, hozirgilarniki GPU kabi ishlamoqda. Ya'ni visual processing kuchaygan, boshqa ko'nikmalar hisobiga. Shu sababli ba'zi davlatlar ta'lim tizimini qayta ko'rib chiqmoqda. Misol uchun Shvetsiya oldinlari maktablarni iloji boricha planshetlashtirishgan, ya'ni maxsus uskunalar bilan bolalarni o'qitishga harakat qilishgan. Lekin natijada bolalarni reading scores, ya'ni o'qish ko'nikmasi pasayib ketgan. Shunda ular xato qildik deb o'ylab, endi maktablarga bosma kitoblarni qaytarishmoqda. Daniyada ham o'xshash holat kuzatilgan. Hozir telefonlardan foydalanish butunlay taqiqlangan. Chunki dars jarayonida bolalar dars qilishning o'rniga video o'yinlarni o'ynashni boshlashgan va real face-to-face interaction, ya'ni yuzma-yuz muloqot kamayib ketgan. Hattoki yaqinda 3 haftalik ta'lim tizimini o'rganish uchun bo'lgan dasturim bo'yicha shuni ko'rdimki, AQShda federal darajada maktabda telefondan foydalanish taqiqlangan va maktablarning o'zlarining shaxsiy noutbuklari bor. Agar boshqa saytlarga yoki o'qishdan tashqari ilovalarga o'quvchilar kirishsa, bu narsa qat'iyan kuzatiladi. Va haqiqatdan ham darslarda bolalarning har biri darsda aktiv qatnashgan, bir-biri bilan muloqot qilishgan. Ya'ni asosiy xulosa gap va muammo texnologiyada emas, shunchaki undan nazoratsiz foydalanishda. 2400 yil oldin Sokrat yozuv chiqqanda qo'rqqan. Endi insonlarning xotirasi zaiflashadi degan. Keyin matbaa chiqdi, radio chiqdi, televizor chiqdi va yildan yilga endi inson miyasi ishlamay qoladi degan qo'rquvlar bo'lgan. Bugun ham xuddi shu holat. Farq shundaki, endi zamon juda tez o'zgaryapti. Yangi texnologiyalar tez chiqmoqda va inson miyasi ularga ko'nikishga ulgurmayapti. Gap texnologiyalarni butunlay cheklashda emas, balki texnologiyaga bizni o'rnimizga fikrlashga ruxsat bermaslikda. Miyangiz qurib, fikrlash ko'nikmasini to'liq yo'qotib qo'yishni istamasangiz, shunchaki ongingizni texnologiyaga to'liq topshirib qo'ymang. Endi sizni navbatingiz. Izohlarda yozib qoldiring. Sizningcha yangi avlod haqiqatan ahmoqlashyaptimi va buni asosiy sababi nimada? Har bir izohingizni o'qib, o'z fikrimni qoldiraman va agarda siz erinchoq bo'lsangiz, yangi ishni boshlashga qiynalsangiz, bu sizni aybingiz emas. Nimaga ekanligini va bu bilan qanday kurashish haqida men alohida video tayyorlaganman. Hoziroq tepadagi havola orqali o'tib videoni ko'ring.